Hozir Umra ziyoratida yurganlar va yaqin kunlarda Umra ziyoratiga keladiganlar diqqatiga. Haram hududida Soat binosining 3-qavatida joylashgan O'zbek milliy taomlari restoranimiz bugundan to'liq xizmat ko'rsatishni boshlaganini sizlarga e'lon qilamiz. 24 soat O'zbek milliy taomlari va eng sara oshpazlar sizning xizmatingizga tayyor. Ko'p e'tirozli vaziyatlar bo'lyaptiki, Laxatron, Piramida emasmi bu kompaniyangiz degan savollar, e'tirozlar juda ham ko'p. Javob beraman. Agar Laxatron yoki Piramida bo'lganda, bu kompaniyada 50 ta mamlakat faoliyat yuritmasdi. Agarda Laxatron yoki Piramida bo'lganda 300 mingdan hamkor bo'lmasdi bu kompaniyada. Agarda Laxatron yoki Piramida bo'lganda men bu kompaniyani reklama qilmasdim. Chunki ishonchliligini ko'rib, daromadlarimni olgandan keyin men reklamaga ochiq yuz bilan chiqqanman. Chunki bizni biznes ochiq yuzli biznes, bizni kompaniya shaffof ishlab turibdi. Agarda Laxatron yoki Piramida bo'lganda 6 yildan beri faoliyat ko'rsatmasdi. Agarda Laxatron yoki Piramida bo'lganda uni qonuniy litsenziyasi ham muvofiqlashtiruvchi sertifikati ham bo'lmasdi. Bizda litsenziya va muvofiqlashtiruvchi sertifikat mavjud. Uni tekshirib olish mumkin. Albatta internetda bu ochiq ma'lumot bemalol kirib davlat reyestriga tekshirib olish mumkin. Demak, bizda ochiq yuzli biznes. Bizni kompaniyada alohida adminlar yoki kompaniyaning shotida alohida to'planib boradigan hisob raqami yo'q. Bizda barcha to'lovlar hamkordan hamkorga 100% da o'tadi. Bizga foiz tushunchasi umuman yo'q. Chunki barcha daromadlar hamkorlar orasida marketing asosida teng taqsimlanadi. Bizda ana shunday shaffof, ochiq marketing. Marhamat, ma'lumot qiziqtirgan bo'lsa, profilimdagi Profildagi Telegram silkasini bosing, bafurja gaplashib olamiz.